Andijonda tadbirkorni yollanma qotil orqali o'ldirmoqchi bo'lgan jinoiy guruh qo'lga olindi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi xabar bermoqda. Ta'kidlanishicha, tadbirkor 4-fevral kuni Ichki ishlar bo'limiga murojaat qilgan. U 5 kishidan iborat uyushgan jinoiy guruh $1,5 ming evaziga qotil yollab, uni qasddan o'ldirishni reja qilayotganini bildirgan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tezkor tadbir o'tkazilib, bunda Ronaldo laqabli shaxs qo'lga olingan. Ta'kidlanishicha, 42 yoshli bu shaxs muqaddam jinoyat kodeksining 8 ta moddasi bilan sudlangan. U yollanma qotilga kelishilgan $1,5 ming dan 300 ming so'mini berayotgan vaqtida ushlangan. 26 yoshli yollanma qotil ham hibsga olingan. Tezkor tadbir davom ettirilib, bunda jinoiy guruhning glavvrach, boksyor laqabli a'zolari ham qo'lga olingan. Ular bu ishga tibbiyot institutining 23 yoshli talabasini ham jalb etgani aniqlanib, u ham ushlangan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilyapti.